Leksiya davamlaştırmaz hürmetli vatandaş bugün çislağa 2025 yıl 5. ayının 28. gün hafta düşenbe. Endiki leksiyimiz qanday qılıdı, mınday qılıdı vatandaş. Muşu nəsidin qoqqan sürü jak düşüp durdu eken bu kuyduğa ya bulmasa mavzu, buradaki mavzu asaslığı Ukrayna ile Rusya uruş meselesi. Mesela Ukrayna Devlet Müdafaa Ministerliği'den ya Devlet Müdafaa ve Bexatarlık Ministerliği'den dayın olma. Bu adam oturuğa çıkıp yakında biz qaytarma hücumunu başlaymayız dedi. Bunun münasebetli kaldı Rusya. Muşu bugünlerden, tünügünlerden Ukrayna'nın payitahtı Kiyev'ni nəhayət əğir, adamsız aeroplan bilan əğir bombardıman qıldı. Muşu arlıqda yana bir söhbət gepi çıxdı oturğa. Məsələn, Vladimir Putin tərəfdən etilib atqan sözgə qaraganda biz besib alğan zimminlərini Ukrayna itiraf qilish kerak. Şu vaxtlı anda söhbət ki yol eçiledi degəndək bir sözünü qılıbdı. Onun üstüki Cungo'nun yaraşdırğıcı teyaki teşlik elçisi, fevkalade elçisi Ukrayna'ya bağlı Cungo'nun talep fikirleri rədd qılındı. Bunu silah yetkizdik vatandaş. Onundaki Avrupa'daki bir qancha devletler, Fransa, Germaniya degəndək devletlerge yetib verip, yani şu yaraşdırış melini oturğu çıxagan gap bilen nemi değildi Cungo'nun baş elçisi Li Hui'nin ağzıdı bu gap yani. Rusya Ukrayna uruşunu toxtutuşdan ibaret muşu gap boyucusu nemi gap çıktı? Cungo'luk nemi deydi den ağlan. Hazır Rusya Ukrayna'da besip algan barlıq zimillarını itiraf qilish. Ukrayna itiraf qilish. Ve büyüge Rusya'nın hükmürallığını itiraf qilish. Hükmürallık qilishigə ruxsat qilish. Bu Ukrayna Rusya oturusıdır ki urushni to'xtatish ve tinchlik söhbetiga o'tirishning oldingi sharti. Demek bu qatam endi Jungo o'zining maydonini oshkorlab etdi deganga. Bu yerda bu siyaset sahasida mesela Ukrayna uruşu meselesi de Jungo hazır Ukrayna tarafta emas, xalqaro ahli adalet tarafta emas. Jungoluk üçün bu yaraşmaydı. Ahli adalet degan söz Jungoluk üçün yaraşmaydı. Bu bütünlay Rusya'ya eğip durup, Rusya'nın menfaatini közlep durup, yuqorqidagi tinchlik shartini o'rtaga qo'ygan ekan, Avropa ko'takka ishlanadi. Ukrayna kötü şimdi. Onun üstüge sınırladı var 5. ayının 18-19. günleri Japonya de eçilgan 7 devlet groy yığını. 7 devlet groy yığını ilan kılgan akbarat. Akbarat deyilgen bir günde şundak enekke vatandaş nime dedi? Rusya Ukrayna'ya kirip besip algan barlıq zimillerden çıkıp bitiş gerek. Şartsız, yani iki cümle. Şartsız çıkıp bitiş. Barlıq zimillerden çıkıp bitiş. 7 devlet yığını bunu karar kılıvası, birleşme bayanatı, akbaratı ilan kılıvası. Jungo hükümetinin alaydı vekili Li Hui Ukrayna ve Avrupa'ya verip Rusya besip algan zimillerini makul deyiş. Onun hükmürallık kılışını itiraf kılış, tinchlik şartının aldınki asası, asaslı şartları buluduğu davası. Bu hem karşılık nereden çıktı vatandaş? G'arb qabul qilmadi, Ukrayna qabul qilmadi, Avrupa qabul qilmadi. Senin tinchlik shartnomasi imzolashning asoslarını bu devletler qabul qilmadi Jungo. Demek sen bunu mag'lub bo'lding birinchi vaqtda. Lekin bu yerda qilib qolgani faqat Rossiyani himoya qilish, Rossiyaga eg'ish, Rossiyaga hissdoshlik qilish va urushni ayblamaslik va urushni to'g'risi yuqorqi shartlar Ukraynaning zimin va zimin tavallik, tuproq tavalligini Rossiyaga kesib berishni shart qilish bilan Rossiya Jungo munosabatining Ukrayna Sovet urushi, Ukrayna Rossiya urushidagi maydonni sharhlashlar hisoblandi. Yo'q degan gap. Bu iş akmadı. Nima akmadı? Jungo'nun yaraştırış için otur koygan şartları akmadı. Ukrayna qabul qilmadi, Avropa qabul qilmadi.
Bu to'g'rida Amerika Qo'shma Shtatlari birdan demagan bo'lsa, hisob yetti davlat Groyni yig'in e'lon qilgan axborot Rossiya shartsiz Ukrainada besib olgan zaminlardan chiqib ketish kerak. Bayonotning mazmuni shu ekan. Men o'ylayman bu ham Amerika Qo'shma Shtatlarining maydoni vatandosh. Demak, hozir Jungo tinchlik elchisi bo'lish salohiyatini yo'qotdi. O'zining gapiga yo'qotdi. Hech kim bilolmadi, hech kim hujum qilmadi. O'zining mantaqsiz siyosat paranglari bilan o'zini o'zi mag'lub qildi. Bu yo'l etildi deganga. Alayda elchining Ukrainaga berishi va kelishida bu yo'l etildi, rad qilindi. Yevropa ham rad qildi degan gap. Yetti davlat guruhi yig'ini 5-oyning 19-kuni e'lon qilgan axborotida ham rad qildi degan gap. Demak, shuningdan qaraganda endi Rossiya Ukraina urushida xalqaro yarashtiruvchi yoki xalqaro yarashtiruvchilar chiqadigan saniga chiqishdan iborat arzu armonlarmi tugadi degan gap vatandosh. Buning ustiga hozir u oqmaganning sirtida biz hozir sizlarga so'zildik. Nepe turib yo'li, gaz turib yo'li zada qayerni yiqish kerak? Rossiya, Mongoliya, Jungo, Sharq Shimol yoki Jungo, Turkmaniston, O'rta Osiyo, mustamlika Uyg'uriston orqali, avisi Tashqi Mongoliya orqali, bunisi mustamlika Uyg'uriston orqali eqib kelgan tabiiy gaz masalasida boshlanimiz Rossiya, Jungo o'rtasida raqobat boshlandi dedi. Qarama, Jungo chaqirgan yig'in 5-oyning 17-kuni. Jungo O'rta Osiyo davlat boshliqlari yuqori darajada yig'ini Xi'an yig'ini. Keyinda Prezident Vladimir Putin chaqirgan Yevroosiyo iqtisod komitetining yig'ini Moskva, Kreml 5-oyning 25-kuni. 6 kun. Vatandaş arada 6 gün. Sen o yığını çakırdım, ben bu yığını çakırdım. Ben bu kadın bu Kreml'da Prezident Vladimir Putin çakırgan yığın O'rta Osiyodan Qozog'iston, Qasım-Jomart To'qayev prezidenti Qozog'istondan, Qirg'iziston, Sadir Japarov Qirg'izistondan, Ozarbayjon Olim Aliyev, İlham Aliyev bular kelib qatnashdi. O'rta Osiyodan boshqalar kelmadi, sababi o'zi biladi. O'rta Osiyodan bular kelmadi, lekin Qozog'iston aktiv, ya'ni bu diplomatiyalik aktivlik bir davlat shunday bo'lish kerak, aynan jonliq bo'lish kerak haqiqatan vatandosh. Qozog'iston prezidenti To'qayev Moskvaga bordi, yig'in qatnashdi. U kishi taxt turgan 5-oyning 17-kuni Beijingda Xi'anda yig'in qatnashdi. Ko'rdingizmi? Rossiya o taraf, Xitoy bu taraf. O'tirdi O'rta Osiyo. Qiyin juma vatandoshim. Siyosatda bu davlatlar yashamoqmi qiyin juma. Endi hozir Qozog'istonni markaz qilgan holda O'rta Osiyoga Amerika Qo'shma Shtatlari yaqindan beri qayta diplomatlar berib ko'rishib, ham ular bilan chaqirib akilib Washingtonda ko'rishib, hatta Obama davridan hisoblaganda prezident ko'rishib shunda qildi keldi deylar. Shundaq ahvol ostida hozir qarasangiz O'rta Osiyo davlatlari Amerika bilan bo'lgan munosabat tez yaxshi yuqori palla ko'tarib chiqolmayotdi deyman. Besim qayoqdan kelyapti? Rossiyadan. Endi oxirida qo'yilgan bir savol vatandosh, sen bugun bu yo'lni o'zgartding, u yo'lni o'zgartding, bu Rossiya bilan Jungo o'ttirisidagi savdo, tijorat, energiya, gaz, tabiiy gaz va yoki xam neft savdosi deyli. Mushu savdo, mushu ishlarga xalqaro moliya guruhi, masalan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining etish, taraqqiy qilish organlari mush ishlarga diqqat qilamdi, qilmamdi. Demak, bu yerda hozir Turkmaniston tabiiy gazni sotadigan bo'lsa, tabiiy holda o'zining yer osti, yer usti boyliqlariga ega bo'lish, hujum bo'lish shaklida sotadi. Bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xalqaro qonunlar e'tirof qilgan o'ziga o'zi hujum bo'lish va shundaqli yer osti boyliqlariga o'zi hujum bo'lish va o'zining taraqqiyoti va madaniyat taraqqiyoti ishiltish. Yaqinda sizlar o'qidik-ku, ishiltishga bo'ladi o'zining yer boyligini. Ammo Uyg'uriston vatandoshlar
Ana qarana. Yılda 360 milyon kub metr tabiiy gaz Türkmenistan den ekip kirgende müstemlik Uyg'uriston orqali o'tadi ekan. Vatandaşım, Uyg'urlarning iqtisod ahvoli qaysi aldı? Qaysi aldı şunu? O'ylanglar vatandaşlar. Mesele iqtisod. Mesele şuyadi vatandaş.